Samolyot qo'nadi deyapman. Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-ukalar, opa-singillar. 2025-yil 6-dekabr Jizzax viloyati Andizoy tumani Bo'ston mavqeida joylashgan bir xonadon Marg'iloniy jome masjidi. Xabaringiz bo'lsa, shu masjidimizda shu mahallamizni yengilligi uchun janoza namozini o'qish sharoitini yaratmoqchi harakat bo'layotgan edik. Mana devorlarimiz chlaka bloklardan terilib, kolonnalar qo'yildi. Dahshat kolonnalar ajoyib chiqibdi. Ustalar, rahmat ustalarga. Alloh rozi bo'lsin shu ukalardan. Shunday kolonnalarni armaturalar bilan qo'yildi. Endi ustiga sisma qo'yar ekan. Bormanglar ukalar. Dahshat chiqibdi ekan, ha? Narigi tomonni ko'rakchi. Mana bu tomoni burchaklarga ham kolonnalar qo'yilgan ekan. Boshqa hovli tomondagi devorimizda kolonnalar, aplavkalarni ochibdi do'stlar. Mana shunday ajoyib chiqibdi. Endi ustiga sisma qo'yilsa, xudo xolasa bugun mustahkam bo'ladi. Xitoy devori ham bu devorlar altida xijolat bo'lib qoladi-yu. Mustahkamligidan. Lapkasini o'rnatyapti. Rastorlarga, tayyorlarga. Mahallamizda bir ukamiz qumdan yordam qilib turdi. Mana ukalar hasharda. Yillar ukamiz Alloh xizmatda, mototsikli bilan. Keling, domla, yaxshimisiz? Qanday bu qurilishlar qanday ketyapti? Ha? Yigitlar ham a'loda, yigitlar ham. Mana tepada ustalar sismani aplavkasini o'rnatish jarayoni. Aplavkamiz yetarmikan? Bu shuvoqqada bu domla qum shuvoq qilamiz-da. Rahmat, mana shu ukalarda boriga shukr. Mana devorning ustiga sisma qo'yish jarayoni. Mana ustiga ham samolyot qo'nadi bu yerga. Dahshat chiqyapti. Rahmat mana shu ukalarga. Standart bo'yicha ish bo'lyapti. Armatura, simlar, kargazlar. Samolyot qo'nadi deyapman. Bunday qilib chiroyli qilib qo'yib ketishdi ukalar. Alloh rozi bo'lsin. Aplavka yetgan joygacha qo'yildi bugun. Mana shunday do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.